Xudoyim bilaman, qudalarni dasturxoni alohida bo'lardi. Hammanikidan 10 karra baland bo'lardim. Nima bo'ldi? Nima berdi? Og'zimga suvdan bo'lak boshqa narsa olganim yo'q. Oyi, axir yetim bola bo'lsa, qo'ldan kelgancha qildi-da, oyi. Nasibingiz xursand bo'lib o'tiribdi. Baxtli bo'lsa bo'ldi-da, oyi. Ko'rdim, muncha irshayapti deb jahlim ham chiqdi. Oyi, sevganiga tegdi-da bu qizingiz. Xursand bo'lsangiz-chi? Gapirmalaring. Sevmay qolsin bu qiz iloyim. Sevgi. Sevgi 3 kunlik narsa. Hammani oldida obro'yimni bir tili qildi bu qiz. Nima bu? Ish qilib yangalar muammo qilishmaganmikin-a? Isimiz chiqmadimikin? Voy. Haydab yuborgan bo'lsa ya. Ya Alloh, sharmanda qilmagin Allohim. Qara senchi. Xo'p, hozir. Shoira, nima bo'ldi? Sizlarni haydab yurishdimi? Ne qaytib kelinglar ertalabda? Yo'q, nimaga haydashadi, opa? Bizani u yerda qiladigan ishimiz qolmagandan keyin kelaverdik. Nimaga ishinglar qolmaydi? Hali tong otishiga ancha bor-ku. Xudo xola mana sizga sarpa suruv berib yuborishdi. Yuzingiz yorug' bo'ldi. Shunday qiz o'stirganingizga ming rahmat deya, kuyov sizga sovg'a salom berib yubordi. Rostdanmi? Shoira rostdanmi? Rostdan, opajon. Ha, rost. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Voy, nimaga yig'laysiz, opa? Xursand bo'lmaysizmi? To'g'ri. Xudoga shukr. Bu xursandchilik ko'z yoshlari, singiljonim. Sizlarga rahmat. Sizlarga rahmat. Ikkalari bir-biriga biram mos, biram baxtli, uzukka ko'z qo'ygandek. Ilohim qo'sha qarishsin. Shunaqa xursand qizingiz. Baxtini bersin Allohim. Baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin ilohim. Ilohim. Rosa Baxtli to'y yaxshi. bo'lsin. Rosa bir-biriga mos ekan. Xursand bo'ldilar. Opaman biram Yaxshi baxtli. To'y yaxshi-da. Ha, Hammani to'yga yetkazsin. aytganingiz kelsin. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Juda hayajonlanib ketdilar. Bizani ham shunaqa to'ylarga yetkazsin. Aytganingiz kelsin, ilohim. Menday onangni kechirgin. Menday onangni kechir. O'zimni aqlli qizim, dov yurak qizim, sevgisi uchun kurashgan qizim. Qizim bechora. Shuni o'ylab topganmiding? Homiladorman deb hammamizni aldadingmi? Biz bo'lsak uni urishib o'tiribmiz. Meni yuzimni yerga qaratmagan ekan. Qizim bokira ekan.